bitta boshqa kompaniyada podvalda anaqada ishlardim. Metroni oldida har kuni ertalab borib ishlab, kunduzgi shiftda ishlardim u yerda. Основной men o'zi Amazon bilan ishlashni o'rganganman. U yerda faqat ko'cha edi. Основной ko'cha. Ko'cha degani Amazonda yuk oladigan bo'lsangiz, knopkani bitta bosasiz, bo'ldi, yukni qabul qilib olasiz. Ko'chada telefon qilib, "Alo, qalaysan, yaxshimisan? Yuk haqida informatsiya ber, nechida?" Narxini telefonni polni gaplashasiz. Xudo odam bilan o'zbekchada kelishganda, deal qilganda shunaqa edi. Yo'lda gaplashdim, o'rgandim, harakat qildim. Keyin oxiri o'tdi. Bitta qilib aytganda ko'chani yaxshi o'rgana olmadim. Chunki ingliz tilim past, yetarli emas. O'sha yerda eng anaqa meni xursand qilgan ancha-muncha experience qildim. Bu ya'ni tajriba, o'zim uchun tajriba bo'ldi. Birinchi $1000 oyligimni o'sha yerda olganman. $1000 $1100 shunaqa oldim. Bir 6 7-chi oyimda shunaqa $1000 oylik olganman. O'shanda $1000 rosa xursand bo'lib ketganman. Onamga olib borganman. Uydagilar rosa xursand bo'lishgan, chunki adam fura haydaydilar Toshkentda. Oilalari 2,5 million, 3 million, uzoq borsa 3,5 million olardilar. Endi men bittada $1000, 12 so'nggi chaqqan 12 million chachi uydagilar qilib tashashgan. Xursand bo'ldim. Keyin o'sha ingliz tilim yaxshi bo'lmaganligi uchun ketdim. Keyin ozgina o'shandan keyin уже tushundim, что bu sohada yaxshi pul daromad qilib, karyera qilsa bo'ladi, bo'lishligisini уже tushunib yetdim. Ingliz tilini nima qilishim kerak? Birinchi o'rinda ingliz tilini kuchaytirishim kerak. Ingliz tilini kuchaytirishni boshladim. Ingliz tilini kuchaytirishni boshlab, keyin shu sohaga kirib, boshqa kompaniyalarga kirib, o'sib mana shu darajaga keldi, Xudo xolasa.